Алдыңғы дәрісімізде biz Photoshop'ninki dastlabki muhim narsalarni bir qur so'zlab o'tgan, shundaqmi? Bugun men qavatni so'zlay. Rasm qavatini. Photoshop'da eng muhim halqiliq narsaning birisi rasm qavati. Odatda ko'p ishlatamiz. Doim shuni ishlatamiz odatda. Rasm qavati va qavatni biriktirish, qavatni moslashtirish, qavatga maska tortish deydigan nurg'ulg'an yerlar bor. Avval biz bir rasmni ichib boqaylik. İki parça resim. İki parça etrgülünün resmini açay. Açqandan keyin her ikisinin aqı görünüşü altı turibdi, shundaqmi? Her ikisi aqı görünüşü altı deyken biz eng avval mush aqı görünüş degan masalani tushunaylik. Bir resim qavatida faqat va faqat birlam aqı görünüşü bo'ladi. Ya'ni bir resimda bir bütün loyiharimizda faqat va faqat birla aqı görünüşü bo'ladi. Hem aqı görünüş bo'lmasin bo'ladi Photoshop nisbatan. Agar biz buni aqı görünüş emas, resim qavati qilib qo'ysaqmi, bir qavat bo'lsa bo'ladi. Biroq bir dona mushu rasmga nisbatan loyihalayotgan mush obyektimizga nisbatan faqat va faqat aqı görünüşdən bo'lish ehtimolligi bo'lsa bir tanlan bo'ladi. Masalan, nimaga kelib aqı görünüşdən birni ko'paytirib qo'ymsam, aqı görünüşni ko'paytmasa bo'ldi-ku bu. Ko'paygan nusxasi. Biroq bu aqı görünüş bo'lmaydi mana. Aqı görünüşni yotkash quroli bilan yotkash imkoniyatimiz bo'lmaydi. Masalan, mana bo'lmagan ahvolida aqı görünüşni yotkash ehtimolligimiz bo'lmaydi. Menda yotkab qo'ysam xatolik uchur chiqadi. Chunki bu aqı görünüş. Aqı görünüş bo'lmagan rasmlarni, ya'ni rasm qavatni biz yotkiy alaymiz. Masalan, hozir aqı görünüşni tanlab qo'yib, mana bundaq yotkisammi, yotkilib ketib-yordi-ku. Aqı görünüş yotkelmay, qaysi yotkilyapti? Üstünki qavatdagi rasm qavati yotkilyapti. Demak, bir rasmda faqat va faqat birlam rasm aqı görünüş bo'ladi. Qog'ozlarni biz rasm qavati deymiz. Endi bu yerda rasm qavati degan hukm zot qandoq chiqqan? Masalan, kitoblarni ilib aytsak, bir butun kitob bir roman faqat va faqat birli varaqqa yozilmaydi. Üstümüzde qavat holat yoziladi, shundaqmi? Turmushda shundaq. Masalan, biz birsini ko'rayotgan bo'lsak, orliqdan bir narsa o'ssa yoki mashina o'ssa yoki uningdan cho'ng narsa o'ssa, bizning ko'zimiz oldidagi mashinani ko'rdi, oqistikisini ko'rmaydi. Ya'ni ikki qavatlashib ketadi. Programmada shundaq, yana boshqa narsalarda shundaq bu qavat unumi bizga nihoyat muhim. Ya'ni nurni to'sib oladi, bizning ko'zimiz ko'rmaydiganligi uchun oldin ko'ringan, bizning ko'zimizga ko'rinayotgan oldingi qavat, oqisib turayotganlar bo'lsa, aqı ko'rinish yoki keyingi qavat deb bilinadi. Masalan, manınğa men keyingi mavi atirgulni manınğa seplab qo'ydim. Mana qilib qo'ydim-ku hozir, qo'yib mavi rasm qavatni ilib etgandan keyin navbatdagi mushu rasmda ikki dona qavat bor. Ya'ni birisi rasmning aqı ko'rinishi, yana birisi rasmning o'zi, ya'ni ma'lum bir rasmning qavati. Demak, ikki dona qavat bo'ladi, birisi aqı ko'rinish, birisi rasm qavati. Umum jihat ilib aytsak ikki, biroq qavat bilan aqı ko'rinishni orasida bir aqı ko'rinish bir qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Qavatni o'zaro yotkab ma'lum bir rasmning ichida o'rinni o'zgartirish bo'ladi. Biroq aqı ko'rinishni o'zgartirish bo'lmaydi. Sababi aqı ko'rinish qulplangan holatda bo'ladi. Aqı ko'rinishning ham bu qulpisini qanday qilolmaydi? Ochqilolmaydi. Buni yechish uchun cho'qim qo'shchikib chiqqan tizimlikdan jazmlashtirish knopkasini besib qavatga aylantirib o'tishimiz kerak. Hozir qavat bo'ldi, shundaqmi? Bo'lmasa buni aqı görünüş altıga kelib qo'yay, bo'lmasa buni yotkash ehtimolligimiz bo'lmaydi. Buni yotkayman deyotganimiz ya mush aqı görünüşning ustida mousening so'l knopkasini qo'shchikimiz chiqqan qavat aqı görünüşni qavatga aylantirish tizimlik ramkasidan tegishli tanlashni tanlab bo'lganning yoqi jazmlashtirib buni qavatga aylantirib o'tamiz. Yoki bo'lmasa qavat deganning ichidan yangi degan turning ichiga kirib aqı görünüşni qavatga aylantirib o'tish degan buyruqni ijro qilish orqali yana shu ramkani qo'zg'atamiz. Ondan tegishli tanlashlarni tanlab, masalan, rangi boshqa rangda bo'lsin desak, ma'qul holatga tanlab qo'yamiz. Ko'rinish shakli, ya'ni qavatlarning moslashishiga masolati, ya'ni mayada ko'rinadigan narsa, andisi, rang andisini tanlaymiz. Odat normal tanlab qo'yay. Suzuklik darajasini tanlaymiz. Tanlab jazmlashtirsak bu o'zgardi. Rang o'zgardi, aq qavatga o'zgardi, suzuklik darajasi o'zgarib ketdi-ku mayada. O'zgarib ketdi. Buni o'zimiz shundoq belgilab o'zgartib olamiz. Bundaq bo'lsa, navbatdagi rasmning o'zini aq ko'rinishga aylantirib olam deyapman. Masalan, ma atirgulni men aq ko'rinishga aylantirib olamdim, yo'qmi qilib boqaylik. Ekeldim, ma'qul holatda bir qavat, bir rasm qavati, bir aq ko'rinish qavati bo'lgan holatda aylantirib olam deyapman. Men tanladim. Tanlab ekeldim. Nim deydi mayada? Yanılamki aqı ko'rinishni rasmga aylantirib o'tdim deydi. Garchi men ustini tanlab qo'ysammi, ekasam ostini aylantirib o'tib bordi. Shundaqmi? Endi ma'qul holatda
Her ikilisi resim qavat o'ga holatda men birinchi resim qavatini tanlab turib, aylandirman. Mayat chiqdi, mayat bundoq ekilib, aylandirman nimaga? Endi qavatni oq ko'rinishga aylantirim deydi. Aylantirib o'tman desam, ustidagi birinchi degan resim qavatni ostiga serib, oq ko'rinish qilib berdi. Oq ko'rinish deganimiz demak, shundan tushunilish bo'ldiki, oq ko'rinish doimo mush qavatlarning eng ostida turadigan, yo'tkash bo'lmaydigan, quluplangan bir rasm qavatda. Alaydiroq rasm qavatda. Bu mush butun bir qavatda faqat va faqat bir donlan bo'ladi.